chizamda bitta to'chada boshlangan. Ha. Meditsina eskicha endi qo'yaverasizlar ag'ini. Hozir mana shu sizga kelgan bitta effekt hech qayerda bo'lmagan. YouTube tekshirdim, bir oy tekshirdim sizda. Operatsiya deyishuvdi-da. Ha, protezlash. Protezlash. Pulni ham qilganman. Keyin qaytdim. Nahotki. Mana siz oldingizga kelganimni aytdingiz-ku, yo'q, men oldin davolayman dedingiz. Meni ishontirdingiz-da. Hoji tog'a sog'liqlar yaxshimi? Qanijoningiz sog'mi? Hoji tog'amizdagi kelganidagi asosiy diagnozlari reumatoidning poliartrit sizda, reumatoidning poliartrit. Hop, ikkala tizza bo'g'imini osteoartrozi 3-4 bosqichi. Hop, tizza bo'g'imlarida surunkali sinovita diagnozi qo'yilgan. Boshida kelganingizda. Qanday o'zgarishlar? Bugun menimcha 10-kun. O'zgarishlar qanday Hoji tog'a? O'zgarishlar 80% yaxshi. 80% yaxshi. Yaxshi. Biz oldimizga kelguncha qanchalik olgansiz? Masjidlarga borganman. Mana shu qancha muddat davomida? 4 yil muddat davomida men aka borib davolandim, natija bo'lmagan. Yo'q, mana misol, mana hozir 10 kun ichida 80% yaxshi deyapsiz-ku. Qolgan joylardagi holatda qanaqa 10 kun ichida qanchalik o'zgarish bo'lgan? O'sha foizni aytingchi mana. 100%, 50%mi, 20%mi? 40%, 50% foyda ko'rib turib, keyin hatto 10 kun, 20 kunga borib yana qaytalanganman. Qaytalanish qanday bo'ladi? Og'riq kuchayib ketadimi yoki tizza ishib ketadimi? Yo'q, tizza ishib ketadi. Og'riqlar kuchayib ketadi. O'tirib turolmay qolaman. Lechini olganimdan keyin turib ketaveraman. O'sha 15-20 kundan keyin yana qaytalanaveradi. Yana og'riq qoladi. Tushunarli. Xo'p, endi mana shu sizdagi bo'g'im kasalliklarida ko'proq nimadan keyin kelib chiqqan deb o'ylaysiz? Bo'lmasa mana misol menga o'xshagan bir xilda odam ekansizda, hali ozg'inan bassiz, semiz ham bassiz, bir xildasiz. Bunaqa sohadagi, bunaqa qaddi qomatli odamlarda misol og'ir mehnat qilmasa yoki zakti ishlamasa, bunaqa holat bo'lmasa kerak o'zi aslida. Endi kasb kasallik bo'lsa kerak deyman. Kasbiy faoliyatingizga men nima? Kasb faoliyatida shu shuvachda bo'lganman. Loy shuvach zakda. Necha yil shug'ullangan shu sohada? Endi bu bilan 14 yoshimdan boshlab shug'ullanib kelganman, keyin borib 20 yil brigadada suvchilik ham qilganman. Shuning ichida ag'ayam bo'lib, endi shu hodisalar o'tib ketgan ekanda. Endi u mahallarda qarayib, mana misol hali aytadiku, misol insonni 30 yoshi bilan 50 yoshidagi vaqt haligi o'tganini sezmas ekansizda. Men hozir 30 yoshda bo'lsam, vaqt o'tganini sezmayapman. Quvvat bor ishlayapmiz-da. Sizda o'sha mahallalarda bo'lganda endi o'shandan boshlangan. No, e'tibor qilmaganmiz. Mana shu chizamda bitta to'chada boshlangan. Boshlanishi. Ikki tomonida boshlangan mana shu yerda boshlangan, chim deb qo'yardi. Endi kuch-quvvat bor edi. Yuraverganmiz, yugurib, ishlab yurib. Mana hozir 59 ga kelganmiz. 59 yoshdasiz hozir? 59 yoshimda ushlab qoldi shu. Hozir necha yoshdasiz? Hozir 64 ga keldim. 64 ga kiryapsiz. 5-yil ketyapti. Shu tartibda sezganim. 5 yildan baqasi shu. 5 yildan shug'ullanib, 4 yildan baqa bormagan joyim qolmadi-da. To'g'risi. Meditsina eskicha endi qo'yaverasizlar ag'ini. Hozir mana shu sizga kelgan bitta effekt hech qayerda bo'lmagan. Tushunarli. Shu men qoniqdim. Shu klinikangizga kelsa, qo'lingizga kelib shifo topib qoniqdim men. Sizni shifongizdan. Ma'qul. Mana biz esingizda bo'lsa, birinchi gaplashganimizda hamma tekshiruvlar qilganmiz-ku. Tekshiruv qilganimizda tizzingizni holati как endoprotez qo'yadigan holatda deb aytganman. Esingizda bormi? Tizzani masalan umumiy holati 3-4-bosqich endoprotez qo'yadigan holat dedi. Endi biz oldimizga hozirgi kunda butun O'zbekiston bo'yicha insonlar murojaat qilib kelyapti. Har xil mana shu sohani, sohasining har xil kasalliklari bo'yicha moddiy sharoiti har xil insonlar keladi bizga. Biz shu mana bemorlar bilan suhbat qilganimizda biz ko'ziga qarab hamma sharoitni bilishimiz kerak. Ko'zlariga qarab bilishimiz kerak, Hoji tog'a, masalan, suhbatda bilishimiz kerak. Shunda biz haqiqiy mana ishlayotgan, hali ko'ngilli vrach bo'lib ishlasak, o'shanda biz o'zimizni ham insoniylik hissi tomonlama, ham o'zimizni o'sha meditsinskiy tomonlama yaxshi ish qilayotgan bo'lamiz-da. O'sha ko'zlaringizdan bilganman. Hamma qilingan, ya'ni yillar davomida mehnatingiz bor-ku. Qilingan ishlar, nechta joyda davolangansiz, qanaqa o'zgarishlar bo'lgan, qanaqa o'zgarish bo'lmaganini shu yurib kelganingizda bilganmiz-da. Endi kelganingizdagi 10 kun oldingi holatimiz ancha toliqqan holatda kelgansiz. Toliqqan holatda. Umidsizlikka tushib qoldim. Umidsizlik holatda. Sizga. Siz mana shu ishontirdingiz. Avvalo o'zi sinov sifatida o'zi men davolab bo'lgan aytdim haqda. Katta больницада birinchi suhbatda o'zida men 20% ishda davo olib ketganman. O'sha paytda o'zida. Ishondim sizga. O'zi sizni bizga kelishingiz o'z mahalladoshlaringiz sababchi bo'ldimi? Qo'ni-qo'shnilaringiz yoki bir yo'q. Menga siz oldingizga kelish, YouTube tekshirdim, bir oy tekshirdim sizni.
o'tirib olib endi bekorchi odam kasal odam telefon tutasa ekan Ha. najot izlaysa ekanda nima qilish kerak ko'rib sizni mana gaplaringiz nimani nima deydi kasallarimizni so'zlari qayerdan kelyapti u insonlar bu odamni oldiga shularni o'zimcha o'tirib o'zimcha hisob kitob qildimda siz kelishdan oldin tepani 4tasi 5-atafetsiz O'zbekiston bo'yicha menga nomzod ko'rsatganlar ichida men sizni mana shunga boraman dedim siz tanladingiz aytgan men qayerga borsam operatsiya deyishuverdida protezlash protezlash pulni ham qilganman keyin qaytdim nahotki mana siz oldingizga kelganimda aytdingizu yo'q men oldin davolayman dedingiz meni ishontirdingizda tushunarli yo'q siz operatsiya qilaman demadingiz men sizni olib davolayman dedingiz tushunarli men o'zim ruhim ko'tarilib kasallar ham unutib yubordimda uyga borib uyga borgandan keyin qancha qarshiliklar bo'ldi toshkent dedi yo'q dedim bormayman toshkentga dedim mana shunaqa dedim Ostonbekka boraman dedim mana e'tibor qilayotgan bo'lsangiz ikkala tizza bo'g'imi ham bo'g'imni orasi bekilib bo'lgan bekilib bo'lgan endi sizga ikkita diagnoz qo'ydimu tizza bo'g'imidagi tog'aylarni yemirilishini 3-4 bosqichi и surunkali sinovid degan diagnoz qo'ydim endi surunkali sinovid diagnozini hozir man tushuntirib beraman xalqimizga agarda tizza bo'g'imidagi tog'aylarni yemirilishi bilan surunkali sinovid birga kelsa tog'aylarimiz tezda yemirilib ketarkan ya'ni tizza bo'g'imidagi tog'ay yemirilayotgan bo'lsa bu tizzamizni qopqog'ini tepa qismida sinoviyanniy pardamiz bo'ladi o'sha yemirilgan tog'aylar sinoviyanniy pardani qitig'lab qo'yar ekan qitig'lab qo'yganligini hisobiga ana yerdan kasallangan suyuqlik hosil bo'lar ekan o'sha kasallangan suyuqlik 1-2 marta hosil bo'lsa o'sha surunkali shamollash ya'ni sinovid degan diagnozni qo'yamiz ekan u sap sariq suyuqlik bo'ladi o'sha suyuqlikni tizzingizni ochingda hojidavar tizzani oching o'sha suyuqlikni sizda o'sha suyuqlik uzatingda buni ham uzating mana o'sha suyuqlikni sizda kelganingizda kattamida ishig'i kattagina edi ishib ketgan o'sha suyuqlikni sizda o'zini o'ziga so'rdirdik shpritsni olib tashlamadik u shpritsni olib tashlaydigan joyi boshqa bo'ladi lekin sizni umumiy quvvatingizni kuchaytirib turib o'zini o'ziga so'rdirdik endi buni mohiyati qanaqa buni mohiyati shu tizza bo'g'imini ichidagi tog'aylarni yemirilishini oldini oldik demoqchimanda bu suyuqlik zahar suyuqlik hisoblanadi bu suyuqlik qancha tizza bo'g'imida ko'p muddat tursa tog'aylarimiz o'shancha yemirilib ketadi shuni oldini oldik ikkita kasallik qo'shilib qolyapti sizda endi mana o'zida ham o'zini xulosasini aytyapti o'quvchimiz ikkala tizza bo'g'imida ham tog'aylarni yemirilishi o'sha 3-bosqich 3-4-bosqich pardada yorilish pardada uzilish shamollash diagnozini qo'yyapti endi ko'p joyga borsangiz o'zini fikri bo'yicha aytadi o'sha pardangiz uzilib qolibdi artroskopiya qilib lazerda tozalab qo'yamiz deyiladi lekin 3-4-bosqich yemirilishi bor odamda pardamizda uzilishi bori tabiiy holat hisoblanadi ya'ni uni termin bilan tushuntiramiz misol agar sug'arsak suv borgan joyi yumshoq bo'ladi tekis bo'ladi suv bormagan joyi qatqalam bo'lib qoladi bu ham endi qattiq bo'lib qatqalam bo'lib qoladi bu ham tizza bo'g'imidagi o'sha mensk pardamiz ham tizzani ichidagi oziqlanish buzilganligi hisobiga tizza qurib qolganligi hisobiga yorilib qolyapti xolos uni lazerda olib tashlashda ahamiyati yo'q bu yerda shuni tushuntirishimiz kerakda xalqimizga operatsiyasiz davolanib ketaman bo'ldi xudo xohlasa operatsiyasiz davolaymiz endi bitta narsa borki bunga protez qo'ydik deylik protez birinchi o'rinda mana qarasangiz oyog'ingiz quvvat kamaygan o'zigina quvvat kamaygan boldirdek suvoyimizni ham quvvati kamaygan muskullarimiz oziganda mana muskullarimiz joni yo'q ko'ryapsiz joni yo'q mana misol bunga protez qo'ydirgandan keyin bu yurayotgan holatingiz ham yo'qolib qolsa keyin atang qilish hojati yo'q o'shaning uchun mana salkam 70ga yaqinlashib qolyapsiz shu 1 yilda 1 marta yoki 1 yilda 2-3 marta yaxshi o'zingizga ma'qul kelgan shifokorga borib maslahat olib shu kasalligingizga mos holatdagi sanatoriyaga borib lecheniya olib tursangiz bu xizmatingizni qilaveradi maslahatim mana men shu dardlarni boshimdan o'tkazdim mana 4 yil bo'lyapti dedim bu kimgadir yolg'ondir kimgadir rost menga rost nimaga bormagan eshigim toshim qolmadida mana YouTube'larda sizni o'sha bergan videolaringizni ko'rdim kasallarni dardini eshitdim men ham sizga o'xshab o'shalarga qo'shilib niyat qilib mana shu yerga kelib mana hozir men yomon bo'lganim yo'q xalq agar meni ko'rib turgan bo'lsa kim bo'lsa balkim tanishlarim bilishlarim ko'radi birodarlarim ko'rsa meni ag'da yurgan holatimda tanishlar ko'rib hozir aytishi mumkinda hakim aka shunaqa bo'libdida deb mana men tirik reklamaman to'g'risida bu yolg'on yo'q yo'q to'g'ri aytyapsiz men bu yerda hozir bular menga o'rgatgan mana o'zimni ichimdan kelib chiqadi zavqlanib tepam bu gaplarni kelishsin bu operatsiya bu bo'lmagan ish ekan oxirgi narsa ekan bu mana 4 yildan beri qochib yuribman shu operatsiyadan mana siz menga motivatsiya berib mana davoladingiz
men yaxshi, misol 80% yaxshi bo'lganimda, Xudo xohlasa bundan bariga 100% tuzalishga harakat qilaman. Imkon qadar xalq mana shu ko'p men bilgan, ko'rganlar bemalol murojaat qilishlaringiz mana shu yigitimizga, mana shu Dostonbek o'g'limizga kelishlari mumkin. Gap yo'q. Mana biz xalqimizga Xudo xohlasa yana o'zimizning maslahatlarimiz bu ijtimoiy tarmoqlarga o'zi video chiqargan vaqtimiz bo'lmayapti. O'zi bilasiz-ku, bitta vaqti. Soat ertadan 8dan salkam ertadangacha ketib qolyapti. Demoqchiman, Xudo xohlasa xalqimizga manzur keladigan, mana shu sog'lig'ini tiklash bo'yicha qo'limizdan keladigan informatsiyalarni aytib boramiz. Endi bu jivoy gaplashishimiz sizga o'xshagan holatdagi O'zbekiston bo'yicha bemorlarimiz bor. Qiynalayotgan bemorlarimiz bor. Imkoniyati cheklanganlari ko'p, joyini topolmayotganlari ko'p. Albatta, qaysi viloyatdan kelishidan qat'iy nazar chiroyli qilib davolaymiz. Qo'limizdan kelgancha hamma xizmatni qilamiz. Bexijolat kelishlari mumkin, bemalol. Moddiy tomonlarini inobatga olishmasin, qo'ldan kelsa biz hamma yo'lda qilamiz. Yordam qilamiz. Xudoga shukr bor, hamma yo'q. Haligi mana 80% yaxshi bo'lib qoldim dedingiz-ku. Men o'zim ishondim, 8 kunda bilingan menga. Biz mana shu gapingizga men xursand bo'laman-da, chunki kelganingizdagi holat meni esimda. Yana qaytarib aytaman, ijtimoiy tarmoqlarga mana boshida kelganingizdagi videoni olgani, bularda ham vaqti bo'lmayapti, bizga ham vaqtimiz bo'lmay qolyapti. Endi ketishingizdan oldin mana kelib qolishdi, bir qator syomka qilib qo'ydik. Bu endi kelajakda 90 ga kirganingizda ham ko'rib turganingizda, o'sha mahallarda shunaqa vaziyatlar bo'lgan ekan deb, balkim zamonda o'zgarib ketishi mumkin, o'ylab turamiz-da. Hoji tog'a, salomat bo'ling, tinch bo'ling. Otangizni baxtli, siz baxtli ko'rsin, otangizga doim rahmatlarni olib, doim duolarni olib, bizga o'xshagan kasallarga ana shu shifo tilab, dunyo miqyosida nomingiz chiqaversin, domingiz chiqaversin. Ilohim. Aytganingiz kelsin, Hoji tog'a.